Savsağının oğlu, Savço'nun ölüp gitişi tasadifilik mi? Üç padişahlarını köygen hemme dostlar bilimiz. Savsağının oğlu Savço'nunki istidatı nahit yukarı. Nurgun kişiler onun kol koydu. Hatta onun ustazı Sımayı mı? Onunki akıllıklarından hayran kaldı. Onda olsa Savço'nun nemiş ölüp gidiyordu? Kinoda ve kitapta onu Savpi kasliganda uçurlar çıkdı. Onda olsa o nemiş kas uçuraydı. Bunundaki birden bir sebep olsa, onunki başkalardan işip ketkenligi ve özünü qoğdayamaganligi desek bo'ladi. Çünkü konularda bir gap var, daraxtninki eng egiz o'skani başkalarınki kesishiga uchraydi deydigan. Ya'ni egiz o'sgan daraxtni oson kesadi. Demak, agar sizda o'zingizni qo'g'dig'idek iqtidor bo'lmay turib, bek başkalarının oldiga chiqib ketsangiz, balkim başkalarınki qarishliqqa uchrab qolishingiz mumkin demak. Şuna hozirgi jamiyatga tatbiqlaydigan bo'lsakmi, agar sizning qo'lingizda bir yaxshi narsa bo'lsa, bir yaxshi tur bo'lsa, uni bozorga silishdan burun yoki boshqalarga bildirishdan burun avval sizda shuni qo'g'dig'idek bir iqtidor bo'lish kerak. Bo'lmasa, balkim siz o'zingizning shunday yaxshi narsasidan ayrilib qolishingiz mumkin. Agar sizmi bu gaplarimga qo'shilsangiz, inkas rayoniga 66 raqamini qoldirib qo'ying. Texnik ko'p do'stlarning foydalanishi uchun bu filmni tarqatib qo'ying. Hem jahondorchilikqa, korxonchilikqa oid mazmunlarni texnik ko'p olmoqchi bo'lsangiz, ayrim xonamga uchraysiz.